وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Dünyanın her kaysı caylarında bizni görüvatkan Şarkı Türkistanlık Müslüman kırındaşlar. Hayat Rehberi Hz. Muhammed Aleyhisselam namlıq programımızın 18. sanığa hoş geldinler. Bu sanda Peygamber Aleyhisselam'ın davet planı ve taktikisini anlatımız. Allah Teala bundan ilgili programlarımızda dediğimizde Peygamber Aleyhisselam'a ya eyyuhal muddessir kum feenzir orunu vağucu Peygamber ornundan tur kişilerini agahlandığın Allah'ın dinine çakırgında buyurgan idi. Peygamber Aleyhisselam bu dinge kandak çakırışını planlık halde iş tuttu. Birinci, Peygamber Aleyhisselam'ın ki planı bu davetine en başta mahbi elip beriş, mahbiyetlikni nayet çın tutuş ve düşmanga tuyguzmasdan iş kılış. Bu davet aşkarı bulattı. Hemen bir gün aşkarı bulmaydı. Lakin aşkarı bulaştığın ilgili bunu küçlük bir haletken aşkarı boğan vaxtıda düşmanlar tarafından yemirip taşlayalmaydıgan küçlük bir haletke keltiriş gerek idi. Peygamber Aleyhisselam muşu sebepten davetinin birinci planını aldı bilen mahbi elip beriş ve düşmanga tuyguzmasdan Müslümanların sanını köpeytibeliş hareket kıldı ve bunun da galba kıldı. Ötkenki derslerimizde bu mahbi davette Müslüman boğan ayallarını bahs kıldık, Müslüman boğan erlerini bayan kıldık. Peygamber Aleyhisselam'ın kandak davet kılganlıkını dedik. Müslüman boğanlarının mı birbirini kandak davet kılganlıkını dedik. Yani bu davetinin müşündak mahbi elip beriş planı birinci sırrını nait müstahkem saklaş, bu işine nait mahbi tutuş, düşmanını oygutup koymaslık idi. Şunun için Peygamber Aleyhisselam bir kişini İslam'a davet kılsa, eğer o davetini kabul kılsa kıldı, kılmay kalsa bir tefekkür kılış, bir oylaş bulap kalsa, Peygamber Aleyhisselam onundan bu işini aşkarlamaslıkını, her kança Müslüman bulması mı, İslam dinini kabul kılması mı, özünün Peygamber Aleyhisselam'ın peygamber boğanlıkını ve bu İslam dinine davet kılvatkanlıkını hiç kimge demeslikini onundan vade alattı. Uçaktaki insanlar müşrik boğan bolsa mı, vadisi de çın turduğan, bəgən sözüge xilaflık kılmaydıgan Ali Cenab mert insanlar idi. Onun için Peygamber Aleyhisselam bir kişini İslam'a davet kılsa, davetini kabul kılmasa onu sır saklaşka söz alattı, vade alattı. Çünkü bu iş vaxtıdan ilgili aşkarlanıp kalsa davetinin aldı tosulap kalattı.
düşman uyg'unib qolatdi. Düşmanni uyg'otmasdan, düşmanga tuyg'izmasdan ish elib berish kerak edi. Buningdan bir dana misol Payg'ambar alayhisalom namoz o'qishni Jibril alayhisalom o'rgatgandan keyin Payg'ambar alayhisalom namoz o'qishni ayoli Hazrati Xadija onamizga o'rgatdi. Bu ikkisi uyda maxfiy namoz o'qiyapti. Ali raziyallohu anhu o chaqda 10 yoshli kichik bola edi. Payg'ambar alayhisalom beqib olgan, Payg'ambar alayhisalomning uyida yashaydi. Bir kuni Payg'ambar alayhisalomning ayoli bilan namoz o'qiyotganini ko'rib qoldi. Ko'rib qolgandan keyin Ali raziyallohu anhu bu nima ish qilyapsizlar? Bu qandaq ish qilganinglar deb so'radi. So'rgandan keyin Payg'ambar alayhisalom uningga ahvolini bayon qilib, uni musulmon bo'lishga chaqirdi. Bu bizningki yangi dinimiz, Alloh taolodan menga vahiy keldi. Bu Makkaninki xalqi cho'qinayotgan butlar Xudo emas, iloh bo'lolmaydi. Birla iloh yaratquchi Allah, yaratquchi Allohga iymon keltirib, boshqa ilohlardan hammadan voz kechib, Allohga qulchilik qilib namoz o'qiymiz. Sammi shunday qilgin deb Payg'ambar alayhisalom uni da'vat qildi. Da'vat qilgandan keyin Ali raziyallohu anhu o chaqda dediki, men bu ishni hozirgacha anglamagan, men buni dadamga deb, dadamdan maslahat silib, andan keyin sizlarga javob berman dedi. Shu chaqda Payg'ambar alayhisalom Ali raziyallohu anhuga dediki, tamam, sen musulmon bo'lma, bu dinni qabul qilmasang qilmag'in, lekin bu gapni dadangga demagin, mishadi qolsin, bizni ko'rmagan bo'lg'in deb Payg'ambar alayhisalom Ali raziyallohu anhudan shundoq deb va'da oldi. Ali raziyallohu anhu ma'qul deb va'da berdi. Keyin bir kun keyin Alloh taolo uning qalbini iymonga ochib, ertasi musulmon bo'ldi. Ya'ni buningdan demoqchi bo'lganimiz, bu da'vat ishini nihoyat maxfiy tutish, dushmanni uyg'otib qo'ymasdan ish elib berish. İkinci Peygamber Aleyhisselam'ın planı bu maxfiy da'vatda da'vatni Mekke'deki bütün kabilelerge yerish. Mekke'de insanlar kabile çoğun aileler yaşaydı. Onun için bir kabileden fakat da'vat İslam bir kabileyle mahsus bulup kalmaslık ve düşman atogün bu da'vat aşkara olgan çağda hamma kabileden bir musulmonning o'tirg'i chiqishi. Payg'ambar alayhisalom buni planlab da'vat qilishda har bir qabiladan shunday ishonchlik, o gap tinglashadigan, tafakkur qila oladigan, to'g'ri bilan nohaqni ariya oladigan kishilarni tanlab, ularga islomni da'vat qildi. Da'vat qilinganlarning ko'plari musulmon bo'ldi. Yani Müslüman bo'lganligining Payg'ambar alayhisalomning bu plani bo'yicha musulmon bo'lganligiga qaraydigan bo'lsak, Abu Bakr raziyallohu anhu Makkadagi Taym qabilasiga mansub. Osman ibn Affan raziyallohu anhu Bani Umayya qabilasiga mansub. Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhu Bani Asad qabilasiga mansub. Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhu Bani Abdiddar qabilasiga mansub. Ali raziyallohu anhu Payg'ambar alayhisalomning qabilasi Hashim, Bani Hashim qabilasiga mansub. Abdurrahman ibn Avf raziyallohu anhu Bani Zuhra qabilasiga mansub. Sa'd ibn Zayd raziyallohu anhu Bani Adi qabilasiga mansub. Osman ibn Maz'un raziyallohu anhu Bani Jumah qabilasiga mansub. Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhu Huzayl qabilasiga mansub. Utba ibn G'azvan raziyallohu anhu Mazin qabilasiga mansub. Ammar ibn Yasir raziyallohu anhu Anas qabilasiga mansub. Zayd ibn Harisa radıyallahu anhu Kalb qabilasiga mansub. Tufayl ibn Amr radıyallahu anhu
Davs kabilesiga mansub. Amr ibn Abasa radhiyallohu anhu Sulaym kabilesiga mansub. Suhayb ibn Namiri radhiyallohu anhu Namir kabilesiga mansub. Mushundaq Peygamber aleyhisselam mushundaq plan bilan bu İslamni hamma kabileden Mekke'deki barliq kabilelerge taqitib, her kabileden bir necha kishininki Müslüman bo'lishini umid qilib, da'vatni shu plan bilan elib bordi ve her bir kabileden bir necha kishi Müslüman bo'ldi. Keyin da'vat oshkora bo'lgan vaqtida dushmanlar bir kabilege hücum qiladigan yoki bir kabileni sen Müslüman bo'lapsan, bizga xiyonat qilibsan demaydigan bir holatga akeldi. Çünkü hamma kabileden Müslüman bo'lgandan keyin hech kim yeni birini ayblamaydi. Ayblasa o'zining kabilasidanmi Müslüman bo'lganligi uchun bir-biriga hücum qilmaydi. Peygamber aleyhisselam mushu ahvolni ko'zda tutib, da'vat oshkora bo'lgan chog'da boshqa kabileler bir kabilenin ham hücum qilmasligi uchun hamma kabileden Müslüman bo'lishni talab qilib, shunday da'vatni bütün kabilelerga olib bordi. Üçüncü plan bu maxfiy da'vat, İslam da'vatini elib berishda Peygamber aleyhisselamning üçüncü planı da'vatni xalqaralashtirish. Allah Teala Nuh aleyhisselamdan tatip İsa aleyhisselamgacha kelgan barliq peygamberlarni o'zining kabilasiga, o'zi tug'an yurtga payg'ambar qilgan. Shuning uchun ba'zi zamonlarda 2 payg'ambar, 3 payg'ambar aynı bir zamanda kelgan. Çünkü bir peygamber bir memleketke peygamber olsa, yeni bir peygamber başka bir memleketke peygamber olattı. Hem peygamber özününki kabilesiga, özü tuğan caydaki kişilerge peygamber olattı. İslam kelip Allah Teala Peygamber aleyhisselam'ın evetkendiğin keyin Peygamber aleyhisselam en ahirki peygamber kıldı. Onundan keyin kıyametgacha bu dünyanın ahirleşkicha peygamber kelmaydi. Şunun için Allah Teala Peygamber aleyhisselam'ını bütün dünyaya, bütün insaniyetke peygamber kıldı. Bu ahirki İslam dininin ahirisi bo'lgan Peygamber aleyhisselam'nınki ep kelgan İslam bu alem şumul din. Yani barliq dünyada qanchalik inson bo'lsa, dünyanın qayerida bir adam bo'lsa, shularga hammasiga yetkazilishi kerak bo'lgan, hammasi islomga da'vat qilingan kishilar. Shunga dunyodagi kishilarni ikkiga ayiramiz insonlarni. Biri ummati da'va. Ummati da'va islomga da'vat qilingan ummatlar. Bu dünyadaki barliq hazır 8 milyar insan var deyildi. 8 milyar insanın hammasi ummati da'va. Hammasi bu İslamga da'vat qilinadi, İslamga chaqiriladi. Ondan keyin ummati ijaba. Yani bu da'vatni qabul qilgan, musulmon bo'lgan kishilar. Onda bo'lgandan keyin Allah Teala Peygamber aleyhisselamga وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Ey hürmetlik peygamber, biz seni bütün insaniyetke hoş bişaret bergüçü ve Allah'ın azabından agahlandırıcı kılıp evettik dep buyurdu. Demek Peygamber aleyhisselam bütün dünyaya peygamber. Faqatla insanlarga emas, jinlarga mı peygamber. Shunda bo'lgandan keyin Peygamber aleyhisselam bu dinni xalqaralashtirish planini tuzdi. Bu plan qanday ishlaydi? Bu maxfiy holatda Makka Kabe bo'lganligi uchun kishilar sirtdan umraga keladi, haj vaqtlarida hajga keladi. Shularning ichidan kelganlarga maxfiy holatda bu islomni da'vat qiladi.
ulardınmı bazı Müslüman bolganlar özünün yurtlarına berip kişilerini İslam'a davet kıladı. Mana şu şekilde Peygamber Aleyhisselam bu davetini şundak planlık şekilde nayet mahfi şekilde elip bardı. Hem de bir yerde bir bizning ügünüşümüzge tegishlik masalalar var. Buningdan biz nima ügünimiz? Biz mi qiladigan ishimizni qanday elib boramiz? Payg'ambar alayhissalomning mushu planlaridan biz qanday narsalarni ügünimiz desak, buningdan tuvandagi narsalarni ügünimiz. Birinchi, sir saqlash. Bir ishni qilishninki, natijaga erishishninki birinchi yo'li sir saqlash. Sir saqlanmagan adam o'zininki maxfiyatligini oshkora qilib qo'ydi, natijaga borolmaydi, vaqtidan ilgari dushmanni o'g'itib qo'ydi, dushmanning dushmanligiga duch keladi, shuning bilan yo'li to'silib qoladi. Uning uchun birinchisi sir saqlash. Hamda bu yerda Payg'ambar alayhisalom Allah'ın hak peygamberi, Allah Teala kum fe'anzir tur onundan kişilerini agahlandırgan, davet kılgın dep buyurdu. Allah Teala beni buyurdu, bu hak Allah bana yardım kıldı dep koçuğa çıkıp davet kılmadı. Bunu mahfi elip bardı en başta. Nemişka? Çünkü işine Allah Teala'nın ki koygan kanuniyeti bilen kılış lazım. Bir yerde hak, hakikat Allah Teala'nın ki yardım berdiganlığı, dinini qoğdaydiganlığı hak. Bu hakikat. Lekin Allah Teala bu dünyada insanlar için koygan bir kanuniyeti var. Müslümanlar muşu kanuniyetke amel kılış, özünün koludan kiladigan barlık taktika, barlık planlarını işletiş, küçüğüdüğün bütün işlerini kılış lazım. Yetmegen yerde onundan Allah Teala'nın yardımı keledi. Şuna bu planlık iş kılışını ügünüş lazım. Birinci aldığan dersimiz ne? Sır saklaştırdık. İkinci aldığan dersimiz düşmanını uygutup koymasından iş kılış. Sen bir iş kılmakçı, bu işine aldığına ala aşkara kılıp koysan, ya ki planını başkalarına dep koysan, yolun tosulap kalıdı, düşmanın köpüydü, düşman onunla karşı başka plan tüzüdü, sen o işini kılanmaysın. Düşmanga tuydurmasdan iş kılış, keyin düşman bilip kalgan vaxtida, o düşman onu yengenmaydigan, onu yokutanmaydigan, hatta kandak karşı duruşqa nima qılanmaydigan, nima qilsam bo'la buni deb qiladigan shaklga akilib olish. Shunga ishlarni oldi bilan maxfiy holatda dushmanni o'g'itib qo'ymasdan qilish va dushman bilib qolgan chog'da seni yengolmaydigan bir kuchga, bir holatga kelib olish lozim. Bu planni ügünümüz. Şundaq planlar bilan ish qila olsak, bizmi Allohning izni bilan natijalarga erisha olamiz. Üçüncüsü odam tarbiyalash. Bu ish har qanday ishni natijaga chiqarish, bo'lapmi diniy masalalarni rivojlantirish, Allohning dinini rivojlantirish, bu çoğ fedakarlık isteydiğen bir iş. Bizge okşaş vatani işgal kılıngan, vatanini azat kılış yolunda hareket kılıdığan kişiler için bu tekemi muhim. Bununla cinni pida kılalaydıgan, her kandak kıyınçılıkka berdaşlık bilalaydıgan, her kandak ziyan zahmetke uçraştın korkmaydıgan, her kandak xapilikka uchrasimi chidab yo'lida mustahkam turalaydigan, dushmanning hiyla-mikirlariga aldinib ketmaydigan, dunyo manfaatini deb oxiratini sotmaydigan, vatanning, dinning manfaatini o'zining shaxsiy manfaatidan ustun tutadigan,
Özü ziyantası meyli diniga ziyan keltirishni hergiz qabul qilmaydigan mushundaq kishilarni tarbiyalab yetishtirganda ashundaq kishilarning qo'li bilan undan keyin bu ish rivoj topadi. Undaq bo'lmasa hayajon bilan bugun yugib qopab voy andaq qilish kerak, bundaq qilish kerak degan bilan bir azoq qiyinchilikni ko'rgan vaqtida uyga yoshirinib oladigan, dushmandan qo'rqib qochadigan bundaq odamlar bilan bu ish mangmaydi. Shunga bu yerda Payg'ambar alayhissalomninki mushu islom dinining ta bugungacha kelishi, qiyomatgacha davom qilishi ashu birinchi maxfiy da'vat elib borgan vaqtidagi sifatlik eng oliy darajaga erishgan eng fidokor, barliq jinini, barliq vujudini, barliq milini, hamma narsani Alloh yo'lida fido qila oladigan sahabalarni yetishtirgan. Shularning xizmati bilan bu din rivojlanib bugunga qadar keldi. Dördüncüsü, bu yerda yuqorida azaqdab o'tdik. Sunnatulloh deyotgan bir qonun bor bu dunyoda. Alloh taoloninki bu insonlarga bekitgan qonun. Bu qonuniyatga amal qilish lozim. Agar bu dunyoda qo'ygan Alloh taoloninki qonuniyatiga ta'til ish qilsak, o chaqda har qancha musulmon bo'lib ketsimi, hatto payg'ambar bo'lsin Alloh taoloninki yordamiga erishamaydi. Buni Alloh taolo bizga Uhud urushida ko'rsatdi. Shuning uchun Alloh taoloninki qo'ygan qonuniyati. Bu yerda ikki dona qonun bor. Biri Qur'oni Karim Alloh taoloninki buyruqlariga amal qilish, Alloh to'sgan ishdan yenish, taqvodorlikda mustahkam turish, hamma ishni Alloh roziligi uchun qilish, Alloh roziligidan boshqa dunyoviy hech qanday manfaat ko'zlamaslik. Ikkinchisi Alloh taoloning dunyoda qo'yib qo'ygan, dunyoninki harakat qiladigan ijtimoiy hayotdagi qonuniyatga amal qilish. Bu qonuniyat buni yuqorida Allah Payg'ambar alayhisolamninki maxfiy da'vatda shu qonuniyatga amal qilib, shu qonun bo'yicha plan tuzib, shunda ish qilganligini ko'rdik. Beshinchisi hamda oxirgisi aldiraqsonlik qilmaslik, hamma ishni o'z vaqtida, o'z loyiqida qilish. Mancha kun bo'ldi, manchadan bo'ldi, ya manchilik qildik, endi biz oshkora bo'lish kerak, endi biz bundoq ish qilish kerak deb vaqtidan ilgari ishni nima qilib qo'ysa, o chaqda u buzilib ketadi. Shuning uchun hamma ishni planli qilish, bosqichli qilish, birinchi bosqich tugaganda ikkinchi bosqichga o'tish, bu ishlarni qilishda hargiz planning sirtiga chiqatmaslik va birinchi plan tutmay qolsa deb uning ikkinchi plan tuzish, mushu plan bilan ish qilgan vaqtida aldiraqsonlik qilmasdan hamma ishni o'z vaqtida, o'z loyiqida, o'z joyida qilgan vaqtida, qachon qaysi ishni qilishni bilib qilgan vaqtida undan keyin Alloh taoloninki nusrati yordami keladi va qiladigan ish natijalik bo'ladi, natijaga erishtiradi. Alloh taolo bizlarni hayot rahbarimiz bo'lgan Payg'ambar alayhisolamninki qilgan ishlaridan yaxshi darslarni chiqarib, Payg'ambar alayhisolamni o'zimizga ulgu qilib, uning tutgan yo'li bo'yicha mang'ili nasib qilsin. Alloh taolo Payg'ambar alayhisolamning sunnatlariga amal qiladigan, Qur'oni Karimning hukmlariga amal qiladigan mu'minlardan qilsin. Bizni Payg'ambar alayhisolamning yo'lidan ayirmasin. Bu dunyoda iymon bilan yashab, iymon bilan ketgili nasib qilsin. Oxiratda Payg'ambar alayhisolamning shafoatiga nail qilsin. Amin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.